Assalomu alaykum. Hop, oqilib qo'ysak. Hop. Yoshligimizdagi yaqin yoshligimiz emas, 3-4 yil ichida ham eshitganmiz bu narsani. Hop, ota-ona, ota bola, ota va qiz, ya'ni munosabatlari haqida biz o'zbek millati, ya'ni turk millati o'laroq juda ham ko'p tarixga, an'analarga sodiq qolgan insonlar sifatida va dinimiz bor. Ya'ni shu narsalarni ko'ngan holatda yashayapmiz va hozirgi kunda juda yoqalib kelyapti. Ota va o'g'il ko'proq, qiz desak ham bo'ladi. Shu rivoyatda aytiladi. Qanchalik sahih yoki bilmaymiz, lekin bunga amal qilamiz. Oldin aytib qo'yaman, bu meni tanlovim, bu mening atrofimdagi tanlov. Farzand ustidagi otani haqqi, hattoki bozorga olib chiqib qul qilib sotib yuborsa haqqi bor deyiladi otani. Ya'ni siz farzandsiz, men farzandman, otam meni olib chiqib sotib yuborishga haqqi bor. Misol uchun bor Rossiyaga borib ishlab pul topga, bor Koreyaga ishlab pul topgan manga seni bekor katta qilib qo'ydimi shuncha deyotgan bo'lsa haqli. Minnat qilish haqli ota yoki ona. Biz sizni tug'ib, oqyib, tarab, o'stirib shunchalik qildimi, endi yemog'i, qusmog'i bor va bu oliy hakam tomonidan ham aytilyapti. Menimcha bu ota farzandi ustida haqqi shunchalikki, uni sotib pulini yevorishga yoki qul qilib sotib olishga ham haqqi bor otani. Va ikkinchisi, bu otaga oq tushib qolish. Oq tushish bilamiz, oq qipti deyiladi. Oq tushib qolmagan otangga deyiladi. Oq qildim deyish bu oxiratni ko'taradi. Ya'ni ota men farzandimni oq qildim deyishi bu bilishimiz bo'yicha oxiratini ko'ydiradi farzandni va oxiratda shu yomonlar va yomon joyda bo'ladi. Toki menimcha shu ota-onasining tirikligida ko'nglini olib, ularni rozi qilib, qalban, og'izda o'g'lim rozi emas, chin qalbdan xursand bo'lib, bir ularni yig'latib kerak bo'lsa, roziman sendan deb rozilikni olmaguncha menimcha u oq yo'qolmasa kerak. Bilib bilmagan holatda tushib qoladi oq. Buni oddiy misolni aytishadi. Ota o'z farzandining ustida qaror qabul qilishda farzandim bunga rozi bo'larmikin, bo'lmasmikin, farzandim ko'narmikin degan fikr o'tdimi, bola oq bo'ldi degani. Demak, bu yerda farzand otaga bosim qilgan, otani haddi yetmaydi, otani haddi sig'maydi bolaga, sen shuni qilasan deyishga, haddi sig'masligiga olib kelish otani yoki onani bu farzandga oq bo'lib qolishga olib keladi. Misol uchun men ham o'zimga yarasha xarakterim bor va men bundan qo'rqaman. Lekin ota-onam, otam, misol uchun oilada lider otami? Javobgar otami, ayolga, onaga, bolaga, farzandga, ro'zg'orga, hamma narsaga balogardon otami? Demak, otani o'shanga yarasha haqlari ham bo'ladi. Va shu bizni ustimizda erkin qaror qabul qila olishi va bu uni haqqi. Alloh taolo farzandiga o'zi mehr bergan, mehr beradi. U xohlab farzandiga yaxshilik qilmaydi. Aniqroq aytilgan bu buyruqda yaxshilik qilmaydi, u xohlab yaxshilik qiladi.
Ya'ni otaga yoki onani yoki otani farzandiga beradigan mehri bu o'ziniki. Ya'ni qalban, original. Mehrli bo'ling deyilganini men o'ylab ko'ray, eshitganmanmi? Eshitmagan ekanman, chunki o'zi shunday mehrli qilib yaratilgan menimcha inson. Gapni po'st kallasa, ota-onangiz siz ustingizda erkin qaror qabul qila olmasligi bu sizni ota-onangizga oq bo'lib qolishingizga sabab bo'ladi va oq bo'lib qolgan bo'lishingiz mumkin. Shuni bir to'g'irlab qo'yish kerak. Va men o'zim ham shu oilani ichida guvohi bo'ldim. Ota farzandini ko'yniga qaraganini va u farzand otasiga meni ko'zimda real oq tushdi u. Uni hayoti o'nglanmaydi. Uni hayoti yaxshi yo'lga kirib ketmaydi. Chunki farzandini ko'yniga qarayapti, kap-katta bola u ham kap-katta odam. Farzandim nima deydi? Farzandim shuni xohlayapti, farzandim unday deyapti. Shunaqa. Farzandam o'zini o'tkazyapti. Bu oq bo'lish realni bu hech qachon ro'shnolik ko'rmaydi degani. Men nazdimda shunaqa ro'shnolik ko'rmaydi bu. Shunga ota-onalarimizga ehtiyot bo'lamiz. Oilada onani aytganini qiladigan joy bo'ladi, otani aytganini qiladigan bo'ladi. Har doim strategik qarorlar oilada ota tomonidan qilinadi va otaga ergashiladi u yerda. Shunaqa. Onaniki albatta o'linadi so'zini. Aytganini qilinadi. Lekin oilada qanaqadir qaror qabul qilish kerak bo'lsa, bitta inson gapiradi. Bu erka. Javobgarligi, mas'uliyati erkakning yelkasida. Ayol kishi yuklanmagan. O'zi xohlab olsa bo'lishi mumkindir. Bolani yelkasiga yelkalab olibdi. Shunga otalarimizni ehtiyot qilamiz. Asosiysi o'zimizni ehtiyot qilamiz. Oq bo'lib qolmasligimiz kerak. Oq bo'ldimi ishlarimiz yurmaydi. Muammodan boshimiz chiqmay qoladi. Juda ko'p muammolar kelib chiqadi. Shu voqeani ko'rganligim uchun endi cho'zilib ketib qoldi. Bitta oddiy narsani gapirisham. Shu oq tushib qolmasa, eson-omon o'lib olsa, ota-onamni rozi qilib, ular bizdan rozi, biz ulardan rozi. Haqiqiy hayotga borganda oson bo'ladi. Rahmat hammaga.